Hammaga salom do'stlar, bugun Rashidov. Xullas bugungi videoligimizda va nihoyat men YouTube'ga qaytdim. Va nihoyat men kamchiliklarni to'g'riladim. Hech qanaqa kamchiliklari yo'q va nihoyat hammasi o'ragan o'sha epicki narsani tortishni o'rgatamiz. To'g'rimiz yo'q-ku? Atgacha million afsuski Muhammad Ziyo 70-75 o'chib ketdi. Hammasiga blokirovать qilibdi. Biz emas. Xullas, bugungi videolarimizda biz albatta ochyapman. U kanalga albatta aktiv bo'lib, obuna bo'lib, like bosib quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasam, videoga go. Men cheaters va Minecraftni qanday tortishni endi o'rgata olmayman. Endi ba'zilarida ishladi, ba'zilarida ishlamadi. Endi afsuski bilmadim nimaga ishlamayapti. Agar yaqinroqda bo'lsanglar, men 2027-yilda o'zim haqida ma'lumot beraman. O'shancha kanal agar o'chib ketmasa bo'lsam bilmadim. Xo'sh, o'zim nimaga bunaqa qilyapman? Shunchaki video boshiga qo'yaman. Xullas, biz yana bitta video chiqarmoqchimiz. Seryo'zmi? Da. Bu videoda mana bo'laman. U proyektda juda katta narsa. Xuddi Minecraft reallashib boragi sababli. Ya'ni bu safar Minecraft reallashib boradi emas. Minecraft lekin qurgan narsamiz Paydo bo'ladi. Xullas, faqat bo'lsa videoga Ketu. ko'ring ekan bo'lishi mumkin, lekin bizda bitta reja bor. Xo'sh, qaysi mana o'sha aytgan narsalarim. Mana bitta Minecraft, bu oxirda qo'ygan Minecraftimiz, to'g'rimi? Mana bu birinchi 5 darajada qo'ygan Minecraftimiz va mana bu Envel qahramonlari va mana bu bo'lsa oxirgidan bitta Oldingi. Mana shu. Xullas, shu qara bo'lsa birinchi bo'lib qaysi birida o'rgatamiz? Davay jigir. Bileger? Yo'q. Qaysi birini to'liq Minecraft? Yo'q. Texture Spark bo'pti. Bu narsa haqida ozgina ma'lumot beramiz. Bu birinchi Kimga Neymar, kimga Messi? aytariga yozib Xo'sh. Ular mana o'sha epicki Minecraft. Hozir bunaqa bu daraxtlar qimilayapti, to'g'ri? Bo'lsa mana mumkin. Xo'sh, qani suv ham yaxshi. Suvni qarab ko'raylik-chi. Suv qanaqa bo'lyapti? Suv baribir kerak ekan. Xo'sh, bu Minecraft mana shunaqa ko'rinyapti. Daraxtlar, xo'sh, bunaqa va eshiklar. Do'stlar, men xatolik topdim. Mana va Do'stlar, ko'rsataymi? bu yerda o'ynaysan. Hayroqqa bersizlar. Wow. Xo'sh, mana Bitta bassenga sakrab ko'rsatib ber. va mana shu yerda bunaqa narsalar. Qaranglar. What the fuck? Start. Qara. Minutlarni ochib ko'raylik-chi. Yaxshi, mana bu narsa o'zgardi. Yaxshi. Hattogacha bu yerga kichkinagina bu seriya xona bo'lgandi. Hozir ham foydalanishim mumkin. Kecha gaz qo'yib ko'raylik-chi bitta. Hayvonlar o'zgardimi-ki? Barcha o'zgarmagan bo'lsa kerak. Men nerli ekanman. Bu kichkina joy. Yo'q, o'zgarmabdi, lekin quyosh o'zgaribdi. Mana bu nima narsalarim, bu spawn joy, lekin qisilib qoldi. Yaxshi ko'ryapti-da, gaz. Bittada sababini ko'rib turibsizlar. Yo'q, bo'lib yotibdi. Agar buni qatta olgan bo'lsalar, cheaters va Minecraft haqida bu o'shada o'rgatgan. Hozir bo'lyapti. Самолет. So, idiot. Так, видео, пожалуйста, ставьте лайк и подпишитесь. Да. Qani damlamalar ham Там есть
Можно там еда есть. Akkacha, bu yerda haligi Там jinchi есть Minecraft. Aslaha, o'zbek. Voy, mana. Vau, mana bunaqalar yaxshi sal qo'rqinchli ko'ryapti. Uyibchi. Это твой дом, да? Da. O'zbekcha gapirmang. Bu yerda menga kerak bo'ladigan Mayli, narsalar. o'zbekcha gapiraman. Bu nima bo'ldi? Qanaqa bu? Loy. Blok bu kerak va. Elvin qahramonlari. Xo'sh, bu bo'lsa yangi Minecraft, ya'ni yangi versiyada qo'shiladigan narsa. Buni sizlarga Otmi? ko'rsataman. Ot bu. Otmi? Ha, bu esa eski aslahalar. Atgacha bu yerda cheksiz pechka bor. Qadaylik. Qani? Cheksiz balki hozirsiz. Lekin hali ham erib turaveradi cheksiz. Oh, Mana buni qarab, bitta axlat qilib. axlat. Ahlat juda. Xo'sh, mana yerda olovlar. Olovni qaranglar. Wow. Mana bu dorsani qara. Atir guli va bu. Monni qara. Buni qarasam, menga qirg'izal g'alat ko'ryapti. Mayli. Seni yaxshi ko'rib qopti. Tortishni o'rgataylik. Yo'q. Bo'pti, ketdik. Qani bo'lmasa go. Yo'q. Mana kev oldik. Mana описаниеni mana shunday deb yozasizlar. Описаниеni, ya'ni qidiruvga mana shu so'zlarni yozasizlar. Agar chiqmasa, bu odam mana shu akamizni kanaliga, ya'ni bu bitta qatlidir. Vashir zo'r videolar chiqaradi. Mana shunga kirasizlar, mana nomi hamma yoqda belgilab yubordim. Pratik Games. Bo'ldi, endi o'sha videoga qaytamiz. Ustiga bosamiz, описаниеni bilmaydiganlar uchun. Keyin bo'lsa yana bir marta ustiga bosamiz. Va bosganimizdan keyin bizda mana shunday kichkina YouTube mana shunday narsa, ko'p narsa chiqadi. Mana uni sizga deganga kirmasizlar, mana shuni ustiga bosasizlar mana. Mana shunga ustiga bosasizlar, bitta ma'lumot video haqida. Mayli, mana shuni ustiga bosdik. Bo'ldi, bora kuchtilyapti. Chiqamiz. Bunaqa chiqqandan keyin endi bo'lsa birinchi mana Dovlang Faster Snow deb bosamiz, keyin tepadagisini bosamiz, Shader Bitter. Keyin kutamiz, agar ishlamasa, pastdan tepagamidi? Pastdan va kutamiz. Mana ashlab bo'lgandan keyin pastga bosib yuborish kerak. Hozir kutinglar, hozir bitta reklamalar bo'ladi. Pastdan tepadan pastga dad bosasizlar. Подождите, men bu dad bosmadim shekilli, dedi orqaga qaytib ko'rib olinglar. Mana da visiyda. Endi kutamiz. Bo'lishi kerak, yana bilamadim. Yaxshiroq qilmaymiz. Savolga tushundim. Qanday qilib ko'rsatib buydi. Xo'sh, yo'q. Back is snow. Ko'p marta bosib tashlaveramiz. Mana va всегда скачать bosasizlar va skачать bo'lyapti. Men hozir bu Minecraft o'chirib yubordim. Sizlar uchun atiylar tortishdi. Xohlagan telefonda bo'ladi. Endi tortib bo'lgandan keyin sizlar xabar beraman. Mana uje tortildi. Mana shuna bo'ladi. Sizlarda ko'rinmayapti. Mana shu ustiga bosasizlar. Mana TH shader boy APK degan mana 3:25 da bo'ldi va mana shu ustiga bosasizlar va установить deydi va установить bosasizlar. Kutamiz. Mana deydi. Mana ikki bosasizlar, mana uni ustiga. Mana принять ustiga bosasizlar. Принять ustiga bosdik. Boshqacha o'qib olibman va mana endi mana sizlarga hozir bilmayman, mana shu yerda agar Seramni ustiga bosasizlar, sizlarda hozir ko'rinmay qoladi-da, to'g'rimi? Menda paroli borlar. Hozir mana shuni ustiga bosganlaringdan keyin parolga chiqadigan narsa o'chiradi. Keyin menda o'sha yerga bunaqa qilasizlar. QR kodlar bo'lsa QR kodda yozasizlar. Parollari yo'q bo'lsa shunchaki bossalaring bo'ldi. To'g'rimi?
va bosdim va sizlarga hozir ko'rmayapti va tezda parolni qilib tashlayman. Bo'ldi. Va menda Neymar. Junior Ebivari tortildi mana. Mehmon bo'ling. Подождите, bosamiz. Kutamiz. Va Neymar. Junior Ebivari. Bekka bitta obuna bo'ling. Obuna. Va bo'ldi. Inmanez do'stlar. Va kutamiz. Va menda siluzachi, ya'ni eski Minecraft o'ynagan bo'lsangiz shunaqa. Bo'ladi, nimaga beg'oz bloklar ustiga. Yo'q. Meni skinim qara. Skinim yo'qolib qopti. Birinchidan menda bunaqa ham yo'q bo'lib qopti. Mana qara, ishamiz. Ben qaytaman. Yo, meni nima qilishdi meni? O'yinlarni ko'rdingmi? O'yinlar. Nimaga meni hozir? Nimaga menda hozir g'alati? Yorug'liklar qani? Ha, yana boshlabgacha yorug'likni nastroga qilishdi. Men uni 100 qilamiz. Menga yoqadi. Bu bunaqa xo'sh. Qo'lim qimlash shart bas. Kiraya bo'ldi. O'zimga yoqadigan eng yaxshi nastroga shu. To'g'rimi? Va mana Lolami yoki bunaqa? Atirgul chiroyliligini ko'ryapsizlar. Maktabda axlat Yo'qni qarang. Mol, aslida bu versiyada juda ham g'alati tuyul nimaga? Bu Minecraft. Eskicha jincha Minecraftlar o'sha. Bizni hozircha. Endi tortishni o'rgatmagan keyingi narsalarni qo'yish uchun bu videoga nechta like? 10 tami? Давайте 30 ta. Ya 30 ta ko'plab yig'verishadi. Yo'qmi? Agar boshqa qilsangiz sizga har qidaqa tekstura fakt qilishni o'rgatadi. Va videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Obuna. To'xtanglar do'stlar. Videoni tugatishdan oldin men hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Men Qanchalar kutgan damlar. lekin vijmaniyaga o'tmagan. Mana kasatga o'xshab kirib oldi. Kasatka. Videoga like bosib,